Diqqat savol. Kvartira olishda baland etajdan olish yaxshimi yo past etajdan olish yaxshimi? Demak, biz baland etajni ko'rib chiqamiz. Baland etajdan olishda o'zini afzallik tomonlari bor. Mana bunaqa baland joylarda, mana bunaqa manzaralarni ko'rib o'tirasizlar. Mana shunaqa baland manzaralarni, chiroyli manzaralarni ko'rib o'tirasizlar. Balaring. Bunday afzallik tomonlari ko'p. Bizning navbatdagi kvartiramiz mana baland etajda. Navbatdagi kvartiramizga nima ishlar? Ustalar kerak. Bu yerga faqat tikenum qilib, shpaklovka qilib kraska urish kerak bedagi obyektimizga. Srochniga bedagi obyektimizga ham ishlar kerak. Oylik 2,5 ming 3 ming dollar atrofida. Mana bu kvartiramiz. Eslatib o'tamiz, Izraelda ishlar, bu ishlar hammasi Izraelda. Boshqa joydan aloqa chiqqanlar, Izraeldagilar bizga aloqa chiqqanlar. Mana xonalar. Tayyor kvartira. Faqatgina o'rnatda tikunum qilib kraska urish kerak. Mana vannalar. E'tibor beramiz. Qani Izraeldagi kvartiralar yaxshimi yoki Euro remont? Mana shunday bo'ladi. Mana high-tech uslubida hamma jihozlarimiz. Izraeldagi kvartiralar yaxshimi yo o'zimizda Samarqanddagi kvartiralar yaxshimi? Har bitta detaliga e'tibor beramiz. Mana vanna, dushovoy hammasiga, rafinalarigacha. Shularga yaxshilab e'tibor beramiz. Mana shu sizlarga Euro remont deyiladi. Euro remont deysizlar. Mana har bitta xonaga как положено bu. Fotishka, deraza bu. Shuning uchun baland joydan olishda o'ziga yarasha afzalliklari ham bor. Bu yerda yana bitta sanuzel. Bu yerda ham balkonga chiqiladi. Bu yerda dushovoy. Dushovoychasi, sanuzel. Burada tualet. Srochniga ustalar bizga aloqa chiqinglar. Srochni qilish kerak bu kvartiramizda. Kelishib olsak, avyomga ham beramiz. Mana manzarachi. Srochniga aloqa chiqinglar, like bosib esdan chiqmasin va Workministerga obuna bo'lib qo'yamiz. Bundan da zo'r, bundan da ko'p ishlarni sizlarga taqdim etib boramiz.